Demak 24. Rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib, ba'zi berilgan ekan, suv hajmini toping. Demak, e'tibor qiling. Mana bu ba'zi bu to'g'ri ekan. Demak, buni chizadigan bo'lsak va bunga parallel qilib tepaga ko'chirsak, xuddi shuni. Mana. Nimaga ko'chiryapman? Nusxa olib qo'ying. Mana. Ko'chirayotgan sababi, e'tibor qiling. Mana bu kesuvchi bo'lyapti-ku. Bu kesuvchi bo'lyapti. Mana bu 30 gradus bo'lsa, mana bu joy ham 30 gradus bo'lishga majburman. Ichki almashuvchi burchaklarman. 30 gradus, bu ham 30 gradus. Mana buni radius deydigan bo'lsak, ya'ni radius. Mana bu 90 gradus bo'lsa, mana gipotenuza bo'lyapti. Mana. Yoki mana shunday. Tartibda qarasak-da. Masalan, bu radius. Bu 90, bu 30 gradus. Mana bu ham radius, mana. Bunaqasi yursak. Demak, bu 30 gradus bo'lsa, tangens 30, tangens 30 gradus teng. Mana bu ikkita radiusda to'g'ri ildizosi 3 ga nisbat. Shunda ham 4 bilan qisqarib ketsa radius teng bo'ladi. 2 ildizosi 3 ko'paytiruv tangens 30 da 1 taqsim ildizosi 3 ga teng. Mana. Radius teng bo'ladi shunda 2 ga. Tushunli? Radius teng. To'xtang, tangens 30, sinus 30 da 1 taqsim 2 taqsim ildizosi taqsim 2 to'g'ri. Demak, radius 2 chiqdi. Endi bizda hajm. Demak, hajm topishda birinchi o'rinda mana bu konus deb tasavvur qilsak. Konus emas, silindr deylik. Mana shu silindr bo'lsa, o'sha silindr hajmini topdik. Mana. V silindr teng. Asos 4pi, ya'ni pi kvadrat ko'paytirib hashimiz 4 ildizosi 3. Ko'paytirsak 16 pi ildizosi 3. Mana. Bu nima bu? Bu silindrda hajmi. Bizga o'shani yarmi kerak. To'g'rimi? Yarmi. Demak, yarmi kerak bo'lsa, o'shani yarmi mana unga tengda, mana. Teng 2 ga bo'ladigan bo'lsa, bunaqasiga mana bu 100 qoladi. Ya'ni mana shu hajm qoladi. Demak, V suv teng 16 ildizosi 3 pi ni bo'lamiz 2 ga. Shunda 8 ildizosi 3 pi chiqadi. To'g'ri javobimiz 24 ga mana. C varianti.